Assalamu alaykum hörmətli televizor köküçülər. Uyğur televiziyasının gündəlik xəbərlərini görüşünüzdən qarşılayırıq. Xitay hökuməti 3-cü qatımlıq terrorluq qarşı zərbədarlar ətrətini qurub çıxanlığını elan qıldı. Avstraliya muqam ansambli Missagada Uyğur mədəniyyətini tanıştırmaqçı. Özbekistan Xitayning Şərq Türkistandakı siyosatini qo'llaydiganligini bildirgan. Amerika ximiyali qurol hujumiga Bashar Asad hokimiyatining javobgar ekanligini bildirdi. Borsa shahar boshlig'i Uyğur o'quvchilarni yo'qladi. Tövəndə diqqətlə xəbərlərimizdən təfsili məzmunlarda bolsun. Erkin Asiya radiosu xəbərdə Xitay hökuməti Şərq Türkistanda yenidən terrorluq qarşı zərbədarlar ətrət qurğanlığını elan qılğan olub, bu ətrət hərbi hərəkətini at üstü turub beriş üçün məşqləndirilgan. 21 avqust Hindistan vaxtı gazetiga besilgan xəbərə qaraganda, tağ bir kiti zərbədarlar ətrəti deb nom berilgan bu ətrət mush ayning 5-dan boshlab Qirg'izistonning hərbi xodimlari bilan birlikdə hərbi məşqini boshlagan ekan. Bu zərbədarlar ətrətining qurilganligi haqidagi xəbər tunji bo'lib, Xitoy bevosita boshquradigan foydalanish xəbərlərdə e'lon qilingan bo'lib, Xitoy qurolliq saqchi qismi tarafidan qurilgan ekan. Mazkur qismning Sharq Turkiston turishliq boshlig'i foydalanish xəbərləri qilgan so'zida, tog' bir kuti zərbədarlarning barpo bo'lishi Xinjiangning, hatto Xitoy davlatining terrorluq qarshi vazifasini o'rinlash, shundaqla qurilganiga uzoq bo'lmagan zərbədarlar ətrətining ommaviy so'rovlarda ko'rinmaydiganligi, qiyinlik darajasi yuqori bo'lgan vazifalarni o'rindaydiganligini bildirgan. Ma'lum bo'lishicha, bu Xitoyning terrorluq qarshi maxsus zərbədarlar ətrətining 3-inchisi bo'lib, 1982-yil qurilgan Beijing qarchug'isi nomidagi ətrət va 2002-yil qurilgan Guangzhou yilpiz nomli ətrət ekan. Avstraliya Uyğur muqam ansamblining direktori Şöhrət Tursun əfəndim 22 avqustda Kanadaning Toronto shahriga kelgan. Toronto aerodromiga Kanada Sharq Turkiston jamiyatining raisi Tuyg'un Abduveli, baş katib Etibar artist qatorliqlar Şöhrət Tursunni kutib olgan. Şöhrət Tursun 30 avgustdan 1 oktyabr kunigacha Missagada o'tkazilgan musulmonlar festivalida Uyğur madaniyat san'atini tanishtirmoqchi. Kanada Sharq Turkiston jamiyati bilan Darmon fondi birlashib, Sharq Turkiston chedirini qurib, Sharq Turkistondagi zulmni anglitishni planlagan. 19 avgust kuni Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan O'zbekistonning Tashqi ishlar ministri Abdulaziz Kamilov suhbat o'tkazib, ikki davlatning buningdan keyingi strategik sheriklik munosabatini texnik quyuqlashtirish haqida muzokiralashgan. Xinhua agentligining xabarida suhbat jarayonida Wang Yi Xitoy, O'zbekiston ikki tarafning hozir qadar davomlashib kelgan mustahkam siyosiy ishonch va yuqori natijali bir balvoq bir yo'l hamkorligidan har ikki tarafning o'rtaq mamnun ekanligini bildirib, Kamilovning Xitoyning bir davlat siyosatini, shundaqla Xitoyning Sharq Turkistonga yurgizayotgan atalmish asabiylikning oldini olish chorasini qo'llaydiganligini, chet el davlatlarining bu ishga aralish huquqi yo'qligini ta'kidlaganligini bayon qilgan. 19 avgust kuni Borsa shahar boshlig'i Elinur Aqtash apandi boshchiligidagi shaharlik hukumat rahbarlari Borsada o'qiyotgan 121 nafar o'quvchi faoliyat olib berayotgan Uyghur madaniyat uyiga berib, Uyghur o'quvchilardan hol so'ragan. Uyghur o'quvchilar ularga vatandagi ig'ir vaziyatni anglatgandan sirt, ba'zi Uyghur o'quvchilarning pasportining muddati tushib qolgan bo'lg'achqa Turkiyada zo'r qiyinchiliklarga uchrayotganligini aytgan. Borsa shahar boshlig'i Uyghur o'quvchilarning masalasini Turkiya hukumatining hal qila oladiganligini, o'zining shahar boshlig'i bo'lish sifati bilan o'quvchilarga yordam qilishga tirishadiganligini bayon qilib, sizlarning masalanglar aslida bizning masalamiz. Bu hukumat hal qilishga tegishli ishlar. Arzu-umidlarimiz bilan bo'ladigan ish emas. Navbatda sizlarning madaniyatinglarni qo'g'dash va tunutish sizlarga ega chiqishdan iborat. Aslida qilishga tegishli ish Uyg'urlar duchor bo'layotgan zulmni yo'q qilish. Buni amalga oshirish uchun hukumatlar strategiya tuzish kerak degan. Borsa shahridagi Ulug'dog' universiteti san'at fakulteti professori, Turk dunyosi muzik tadqiqot instituti mudiri doktor Erdem Özdemir apandimi Borsa shahar boshlig'i bilan birlikda Uyg'ur o'quvchilardan hol so'ragan. Borsa shahri Uyg'ur o'quvchilar eng ko'p shaharlardan biri hisoblanadi. Uyg'ur o'quvchilarning o'z yurtiga bo'lgan seg'inishini azaytish uchun Borsa Osmon G'azniylik hukumat bu yil 6-iyul Uyg'ur madaniyat uyi ta'sis qilgan bo'lib, Uyg'ur madaniyatini, urf-odatlarini tanishtirish uchun uyning ichi Uyg'ur chalg'u asboblari, Uyg'ur zinnat buyumlari bilan bezalgan. Amerika Bashar Asad hokimiyatining Damashqning sharqiy G'uta rayonida ximiyali qurol bilan hujum qilib, 1400 dan ortiq odamni o'ldirganligiga 6 yil bo'lganda, mazkur hujumga Bashar Asad hokimiyatini javobgar deb qarash chaqiriqini qaytadan e'lon qildi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi Bashar Asad hokimiyatining 2013-yil 21 avgust Damashqning sharqiy G'uta rayonida fuqarolarga qilingan ximiyali qurol hujumida jonidan ayrilganlarni xotirlab, yozma bayonot e'lon qilib, Bashar Asad hokimiyatining ximiyali qurolni takror ishlatishining oldini olish va Bashar Asad hokimiyatini bu ig'ir jinoyatlarga javobgar qilish masalasini, Bashar Asad hokimiyatining o'z fuqarolarga qarshi ishlatgan ximiyali qurol hujumining unutilmaydiganligini,
Bashar Asad va uning hokimiyatidagilar ximiylik qurol bilan hujumni davomlashtirganlarni jazolaydiganligini bildirib, Amerika hukumatining Bashar Asad hokimiyatini mazkur hujumga javobgar degan qarorining qat'iy ekanligini ta'kidlash orqali bu qarorlar keyingi kunlarda ishlatilgan bo'lsa-mu, Bashar Asad hokimiyatining og'ir badallarni to'lashga majbur bo'lganligini eskartgan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.